Bismillah deb darvozani ochib kiramiz. Sekin kirib, bundoq ikki tomonga zin solamiz. Sekin suvlarni chiqazib, hammasini shupirib suv olib tashlaymiz hammasini. Keyin bo'g'alarimizga bundoq qarab chiqamiz zin solib. Hammasi qanday yotibdi, nima qilyapti, hammasiga beramiz. Keyin silos solamiz. Salkam 10 kilo atrofida siloslarni berib chiqamiz har bittasiga. Siloslarni berib chiqqandan orqasidan yem bor. Yemini berib, har xil taqsim yemlarini berib, bularni bitta qo'ymay hammasini beramiz yemlarini. Berib, tabiiy qilib boqamiz. Bizda ana programmalar, unaqa narsalar yo'q. Chiroyli qilib xalqimizga sifatli go'sht markazida, aka-uka go'sht markazida, Elovatdagida shu yerda chiqib boradi bizning boqalar. Hammasi tabiiy, birovniki emas, o'zimizniki boqalar. Xudo xolasa birinchi o'rinda molimizga mehr beramiz. Mehrsiz narsa semirmaydi, hech narsa ish unmaydi. Birinchi mol boqarlarga iltimos qilamanki, mehr beringlar molinglarga. Mehr bersa, lubbo bitta mol emas, lubbo ishinglarga mehr beringlar. Mehrli ish yaxshi bo'ladi. Xudo xolasa hammamiz yaxshi. Endi bag'ini mana aka-uka go'sht markaziga boqilka ko'rdik, ko'ramiz. Endi nima yem yetganini ko'rsatib boramiz. Aka-uka go'sht markazi kelajak doim xizmatda. Yaxshi